Assalomu alaykum. Abu Dabida oddiy turnir emas, taxtalar yoziladigan tun. Bugun Edihan Arena shunchaki arena emas, bu yerda qo'rquv chekinadi, jasorat oldinga chiqadi. Kimdir orzuga yetadi, kimdir esa yana boshidan boshlashga majbur bo'ladi. Ammo bugungi oqshomning yuragi bitta jang. Magomed Ankalayev va Bogdan Guskov. Bir tomondan sovuqqon tajribali va sobiq chempion Ankalayev. U mag'lubiyat alamini tatib ko'rgan, ammo yana cho'qqiga qaytish uchun maydonga chiqmoqda. U uchun bu jang shunchaki g'alaba emas, bu o'z nomini yana chempionlik yo'liga qaytarish imkoniyati. Ikkinchi tomonda esa O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan Bogdan Guskov. U bu imkoniyatni oxirgi daqiqalargacha qabul qildi. Ko'pchilik vaqti kam, imkoniyati kam dedi, lekin haqiqiy jangchi imkoniyatni kutmaydi, uni o'zi yaratadi. Guskov ketma-ket muvaffaqiyatlari bilan bu janggacha yetib keldi va endi butun dunyoga men ham chempionlikka loyiqman demoqchi. Bu jangda mushlar gapiradi, bu jangda yuraklar sinovdan o'tadi, bu jangda bir zarba millionlab muxlislarni o'rnidan turg'azishi mumkin. Kimdir g'alaba bilan osmonga ko'tariladi, kimdir esa sukut bilan arenani tark etadi. Mushlar uchadi, yuraklar yonadi. Chempionlik yo'lida bugun sinaladi, kimning nomi tarixga bitilar, bugun Abu Dabida barchasi har bo'lar. Yana bir gap, hech kim hech narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Kimdir raqibiga bir raundda tugataman deydi. 5 daqiqadan keyin esa o'zi shifokorga muz bormi deb qoladi. Bugungi turnirda bundan tashqari yana ko'plab qiziqarli janglar bor. O'zbekiston muxlislari albatta Ramazon Temurovning jangini ham katta qiziqish bilan kutmoqda. Qolgan jangchilar ham oktagonga chiqib, ajoyib to'qnashuvlar taqdim etishadi. Sizningcha bugun kimning qo'li baland keladi? Ankalayev yoki Guskov? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, Jasur Nur kanaliga albatta obuna bo'ling, chunki haqiqiy jang ishqibozlari aynan shu yerda uchrashadi.